Navoiy issiqlik elektr stansiyasi aksiyadorlik jamiyatida davlat organlari, korxona, tashkilot va muassasalarda xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash masalalari bo'yicha tashkil etilgan maslahat kengashi organlari uchun o'quv seminari bo'lib o'tdi. Unda Respublika bosh vaziri o'rinbosari, Oila va xotin-qizlar qo'mitasi raisi Zulayho Mahkamova ishtirok etdi. Gender tenglik masalalari muhokama qilingan seminar tafsiloti muxbirimiz lavhasida. Seminar avvalida ishtirokchilar Navoiy issiqlik elektr stansiyasi aksionerlik jamiyatining 450 megawatt bug' gaz qurilmasi o'quv markazi bilan tanishdilar. Ularga o'quv markazidagi sharoitlar, yaratilgan imkoniyatlar haqida ma'lumotlar berildi. Seminarning asosiy qismi faollar zalida davom etdi. Unda so'nggi yillarda mamlakatimiz, xususan viloyatimizda mavjud davlat organlari, korxona, tashkilot va muassasalarida gender tenglik masalasida amalga oshirilgan ishlar tahlil qilindi. Tadbir avvalida Zulayho Mahkamova so'zga chiqib, sohada olib borilayotgan islohotlar, kuzatilayotgan natijalar va e'tibor qaratish lozim bo'lgan jihatlarga to'xtalib o'tdi. Tadbir davomida korxona va tashkilotlar tajribalari muhokama qilindi. Shuningdek, xotin-qizlar huquqlarini himoya qilish va gender tenglikni ta'minlashda o'zbek milliy modelini yaratish va bu borada xorijiy tajribalar muhokama qilindi. Ushbu o'quv seminarimizni tashkil etishdan asosiy maqsad korxona, tashkilot, muassasalarda maslahat kengashlarining ish jarayoni, faoliyatini samarali tashkil etish, ularning faoliyatiga huquqiy baho berish va ularning o'sha ish samaradorligida uchraydigan kamchiliklarni bartaraf etish va ularni oldini olish hamda xotin-qizlar hamda erkaklar ishlaydigan keng jamoada ularning teng huquq va kafolatlarini, munosib mehnat sharoitlarini yaratish va ularga erkaklar bilan barobar ham ularning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy sohalarda teng huquq va imkoniyatlarni ta'minlashga qaratilgandir. Navoiy issiqlik elektr stansiyasi korxonamiz o'tgan yili gender tenglik faoli milliy tanlovda respublikada faxrli 3-o'rinni egallagan va ushbu korxonamizning bugun faoliyatini yanada ommalashtirish va korxonamizda xotin-qizlar hamda erkaklar uchun yaratilgan teng imkoniyatlar bilan o'sha barcha viloyatimizdagi tashkilot, korxonalarda faoliyat yuritayotgan maslahat kengashlari organlari raislari bilan tanishtirish maqsadida tashkil etildi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi yillarda dunyo bo'ylab har 3 ayoldan biri psixologik, jismoniy va jinsiy zo'ravonlikka uchramoqda. Seminar davomida yurtimizda bu boradagi raqamlar va amalga oshirilayotgan ishlar tahlil qilindi. Shundan so'ng davlat organlari, korxona va tashkilotlarda faoliyat yuritayotgan faol xotin-qizlar masalalari bo'yicha mas'ul xodimlar rag'batlantirildi. Hozirgi vaqtda gender tenglikni ta'minlashda juda ham katta ishlar olib borilmoqda. Hozirgi seminarda biz mutaxassislar tomonidan bo'lib o'tgan mavzuga oid ma'ruzalardan juda ham katta o'zimizga ma'lumotlar oldik. Buni albatta kelgusida biz qo'llaymiz. Bizning stansiyamizda 200 dan ortiq ayollar faoliyat olib boradi. Eng quvonarlisi, bizning tashkilotimiz 2024-yilda gender tenglik faoli milliy tanlovida respublika bosqichida faxrli 3-darajali diplomni qo'lga kiritdi. Aytish joiz, gender tenglikka oid auditni o'tkazishda kasaba uyushmalarining roli ham katta. Mas'ul tashkilot va davlat organlari qo'llab-quvvatlovi natijasida tadbirkor ayollar soni ko'payib borayotgani ham xotin-qizlar huquqlari ta'minlanayotganining aksidir. Seminar so'ngida sohaga oid istiqbolli rejalar kelishib olindi.